O'zingizni tanishtirsangiz. Men Farmonova Barno 1974-yilda tug'ilganman. Toshkent viloyati Qibriy tumanida yashayman. Shu kasallik aniqlangandan keyin 20-noyabrda Taxtapul kasalxonasiga davolanishga yotdim. U yerda menga qo'pol muomalada bo'lgan Muqaddas To'xtabayevni yomon qo'pol muomalada bo'ldilar. Hattoki kasalligimni yashirmay o'zimga aytdilar, sen raksan, sen bu kasallikdan hech kim tuzalib ketmagan, kimyo olishing shart deb aytganlaridan keyin men yotmayman dedim. Adamni, onamni ularni anaqasi bilan shu majbur yotdim shu kasalxonaga. 14 kun davomida 20-noyabrda shu kasalxonaga yotgan bo'lsam, 25-noyabrda meni majburlab tilxatlar yozdirib tuxumdonimni olib tashlashdi. Bu senga kerak emas deb olib tashlashdi. Uyimdagilarni tilxati bilan olib tashlashdi. Men lekin hech ham bu operatsiyaga rozi bo'lmagan edim. Uyimdagilarni qo'rqishdi-da, chunki Muqaddas To'xtabayevning gaplari bo'yicha majbur bo'ldim. 25-noyabr kunida men 2019-yilda operatsiya bo'ldim. Keyin o'tdagi sharoitlarni ko'rib, hamma ayollar xuddi menga o'xshagan kasallangan ekan. Bilmayman, men o'zimni o'tda yomon noqulay his qildim. Hech ham yotgim kelmadi, to'g'risi. Kimyoterapiyani menga rosa ham majburlashdi olishimga. Shu operatsiyadan keyin, sal o'zimga kelganimdan keyin har xil bahonalar bilan men xohlamadim kimyoterapiyani olishga. Buni boshqa yo'li bordir degan maqsadda 4-dekabr kuni men chiqib ketdim kasalxonadan. Keyin shu Bardamkulda siz Jamshid aka, sizni borligingizni eshitib, shu yerga men keldim. 9-dekabrdan siz meni davolashni boshladingiz. Igloterapiya bo'yicha 1 oy davomida igloterapiya bo'yicha meni davoladingiz. Hozir men yaxshiman, o'zimni yaxshi his qilyapman. Shu Qibriydan qatnadim. Hech ham o'zimda men o'zimni kasal deb his qilmadim oldingizga kelgandan beri. Keyin 2-kursni boshladik.